Diqqat xalq, tezkor xabar. Qashqadaryoda dahshatli yo'l transport hodisasi. Yuk mashinasi 9 ta avtomobil bilan to'qnashdi. Kecha 3-iyul kuni Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida havo rusumli yuk avtomobili va 9 ta yengil avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, hodisa soat 14:30 larda Shahrisabz tumanidagi avtomobil yo'lining 22-kilometrida havo rusumli yuk avtomobilining tormoz tizimida yuzaga kelgan nosozlik sabab sodir bo'lgan. Oqibatda yuk avtomobili o'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanayotgan jami 9 ta transport vositasi, 2 ta Lacetti, Tracker 2, Nexia 1, Nexia 3, Matiz, Damas va Spark bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasini keltirib chiqargan. To'qnashuvdan so'ng Nexia 1 haydovchisi yo'l chetidagi piyodani urib yuborgan. Piyodaga shifokorlar tomonidan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Bildirilishicha, holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga mas'ul xodimlar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Rossiyadagi benzin tanqisligi Markaziy Osiyoga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Rossiyada yuzaga kelgan benzin tanqisligi Markaziy Osiyo davlatlariga ham ta'sir ko'rsata boshladi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Qirg'iziston yonilg'i ta'minoti barqaror saqlash uchun ko'mak so'rab qo'shni davlatlarga murojaat qilgan. O'zbekistonda benzin narxi keskin oshgan. Qozog'iston esa noqonuniy yonilg'ini olib chiqishning oldini olish uchun chegara nazoratini kuchaytirgan va tanqislikka yo'l qo'ymaslik maqsadida ayrim neft mahsulotlarini temir yo'l orqali eksport qilishni vaqtincha taqiqlagan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.